Hürmetli vatandaşlar, leksimizi devamlaştırmaz. Muhakeme ve vaziyet. Endiki vaziyette ise başta anladık. Hazır Cumhuriyet Partiyası bilen birlik geldi, yoki birdek fikir geldi. Uyghur to'g'risida qonun ma'qullashni ostalatdi, kechiktirdi deb Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida bizning do'stimiz Uyg'urlarning do'sti Robio shundoq aytdi vatandoshlarım. Marco Rubio shundoq aytdi. Senator Marco Rubio shundoq aytdi. Bundan da sizden ko'nglingiz g'ash bo'lamdi, qandoq men uqmayman, mening ko'nglim g'ash bo'ldi vatandoshim. Mushu ay, mushu kunda Uyg'ur masalasining kishilik huquq sohasida ta'kidlanishni qoldirib qo'yib, yoki uni kechiktirib, jungoga muomala qilishni asli iddiy jihati emas, harakat jihati siz bilan biz qabul qilolmaymiz vatandoshim. Biz bu to'g'rida izchil so'zlab kelyapmiz. Bir Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati, davlat majlisi va siyosiy yo'llarga ishondirimiz, da'vo qilamiz. Uyg'ur masalasini da'vo qilamiz deb keldik Amerikaga. Biz shundoq da'vo qilib keldik, shundoq so'zlab keldik, hurmatli vatandoshlar. Endi hol bu kunga kelganda, yoki Uyg'urning masalasi eg'irlashib boshda aytgandek, halokat, o'lim, halok bo'lish girdovi yetib kelgan mushundoq bir paytda davlat majlisida mushundoq bir ahvolning yuz berishini men kishilarga tushuntirib bera olmayman. Sizmi ham tushuna olmaysiz. Nima uchun bunday ahvol yuz berdi? Masalan, Amerikaning dangdar siyosiy yo'llari, davlat majlisining dangdar arboblari, nopuzlik arboblari nimishqa Uyg'ur to'g'risida qonun loyiha ma'qullashni kechiktirdi. Yoki buni suslashtirdi. Hatto Demokratlar partiyasining ichida qonun turg'izuvchilarga so'z gap singdirib, qonun tuzishni osonlashtirish to'g'risida xizmat ishlaydi. Nimishqa? Men bir savol qo'yay, Uyg'ur bu millatning bu dunyoda gunohi nima? Bu yoqda Xitoy yo'qdi, men da'vatida bu millatni. Bu yoqda Saranglar, Oljiganlar Uyg'ur degan ismni yo'qdi, men deb tipirlab yuribdi bu millatni. Uyg'urning gunohi nima? Xudo oldida gunohi bo'lsa, bodi bandaning oldida Uyg'urning gunohi yo'q. Hurmatli Umar Qanot apandi, biz sizning qurultayda bergan xizmat doklatingizni bir anglab chiqdik. Parat Yo'rinqosh apandi, sizning qurultayda bergan doklatingizni bir anglab chiqdik. Umar Qanot dediki, bu qurultayda o'zaro bir-birini maqtashlar, o'zaro bir-birini tushuntirishlar, ishlamagan ishlarni ishladi deb tashviq qilishlar, targ'ib qilishlardan keyin Umar Qanot apandi beshidilar qurultayning bu vakili yoki Amerikadagi faoliyatchilari davlat majlisiga qanday aloqa munosabati bo'ldi? Ajoyib, g'oyibona tasvirlashlar. Umar Qanot apandi, siz davlat majlisi bilan mushu darajada aloqa munosabatda bo'ldingiz, oqibat mushuma? Parat Yo'rinqosh apandi, muborak bo'lsin, davlat marshini o'zgartib, yana bir kishining yozgan she'riga muzika ishlab, qurultaychilarning yig'inida o'qib beribsiz. Ham u muzikani qo'yib beribsiz, Parat Yo'rinqosh apandi, muborak bo'lsin. Siz Afg'onistonning Baliq shahridan ko'chib kelib, bir o'zbek qarindosh, o'zbek yetimak o'rnida xotandi yerdishib, bugun qurultaychilar nomida Mao rais bo'lib sahnaga chiqib, endi Uyg'urning davlat marshini o'zgartib, uning boshqa birisining marshini muzika qilib ishlab, uni davlat marshiga aylantirmoqchi bo'lyapsiz. O'zbek qarindoshim Parat Yo'rinqosh azmi 15-asrdan ta hozirgacha Uyg'ur davosiga, Uyg'ur siyosiy hayotiga buzg'unchilik qilganinglar oz kelyapti. Parat Yo'rinqosh, To'lqin Iso apandi, siz ham shundoq bir
Hizmet doklatingizni Norvegiyalikki Baxtiyorni tanıştırdınız. Umumlaştırıp aytganda, bu qatim bir kishini nomzod ko'rsatish, shuni ko'rsatkichilarni maqtash, bir kishini saylab chiqish rais deb, shuni saylovchilarni maqtash, bir kishini o'ttirg'i elib chiqish, elib chiqqichilarni maqtash, garoqlashish, shaykilishish, halqima, mahallivozlik. Muşu holatni shakllantirib, atalmış qurultayni Chexiyada chaqirdilar vatanda. Chexiyada chaqirdilar. Biz sizlarga tashkilot sifatida yoki shaxs sifatida hujum qilayotganimiz yo'q. Xato tushunmanglar atrofdagi Uyg'ur apandilar. Uyg'ur siyosat davriga kirdi. Uyg'ur siyosat davrida faoliyat qilyotdi. Xato nima, to'g'ri nima, munozara orqali oydinlashdi. Kişilerin söz ibarələri nimədən dirək verdi? Baha beriş, tənqidləş, qubul qilish, rədd qilish və mədiyləş hüquqi anlıqçılarının qoluda. Şuna ətrafdakilar huşunlarını yığılıb muamele qılınlar. Birov gap qilsa, vay qurultay qarışdı de, vay qurultay qarışdı demək. Ətrafdakilar huşunlarını yığılıb muamele qılınlar vətəndaşlar. Bu bir millətin işi, şəxsin işi emas. Bir teşkilatının işi emas, bir milletinin işi. Mani yuqorida Davlat Meclisi'de biz ümit kütken Davlat Meclisi 101 vatkan işlerini Marco Rubio oturup koyuptu senatör. Senatör dostumuz Marco Rubio oturup koyuptu. Şunun için ben dünya kurultayının mesela Parat Yurunqaş'ın hizmet dokuladı, Ömer Kanat'ın hizmet dokuladı, körüstülgen mezmunla destek kademde anlap çıktım, tepsili anlap durup, tepsili toğşuluş, bahalaş ve onun fikri katnaştırış hukukumuz var. Lakin ben sizin teşkilatlarına əzas emas. Teşkilatın sırtıdaki adam. Bunun için olan. Çünkü bir yerde bir nazik hakikat, sizler Uygur tilide sözüldüğünler. Uygur tili 36 milyon nüfusluq milletinin tili. Uyguristan'ın ilgisi Uygur milletinin tili. Şunu muşu sebeplik sizlerine sözlügen hizmet dokulatlarla ve başka fikirlerin doğrusu da fikir biriş hukukumuz var. Şunu dikkat kılın Parat Yurunqaş efendi. Bu qatim Washington'da çakırılgan demokratik devletler yukarı derecedeki yığının bir şuarı çirikliş karıştırır. Kendiniz mi? Çirikliş karıştırır. Kimdi birisi şair yaratıp onun müzikisini devlet marşının uğruna koyuş emez. Çirikliş karıştırış. Devlet marşı aynı vaxtda bizden inqilabçılarımız, adiblerimiz tarafında yezilip bütülüp boğanıdır. Eğer bunu özgərtiş doğru kelsin, bu keyinki iş. Bilin ki Parat Yurunqaş efendi çirikliş karıştırır. Bu qatimki demokratiya. Ben bugün bunu da kısıkça muşinçilik toxtalım, vatandaşım. Keyin bunu davamlaştırırız.